yuragim taka-puka bo'lib yotdi. Xudoyim kechirsin. Aybingni yashirib beryapmiz. O'zi ham oppoqmas ekan, oyi. Ajrashgan ekan. Yonida o'g'li ham bor ekan deb eshitdim. Undan tashqari har kuni ichib kelar ekan. Seni endi oppog'iga berishga qo'rqamiz, qizim. Laylo, biz majburmiz, qizim. O'sha yerda tinib, tinchib yurgin. O'sha paytda nima bo'lganini aytganingda eding, balkim hayoting boshqacha bo'lgan bo'larmidi? Endi bor umidimiz shundan. Ichadigan bo'lsa qizim, yaxshi gapirasan, yo'lga solasan. Boshqa ilojimiz yo'q. Mayli. Nima bo'lsa ham endi peshonamdan ko'raman.